kerakda buni. Uyga olib borib olgandan keyin bir kamas yem yesa. Ahror aka davramiz markaziga 2 daqiqaga taklif qilamiz. Chorvador Ahrorbek akani davra markaziga taklif etamiz, chunki ularni chorvalarida baraka bo'lib turgan ushbu qo'zi qo'chqori hozir baholanadi. Aytib o'tilganidek, har bir taqdim etilayotgan lot, ya'ni lot demaylik, xafa bo'lib qolmasin qo'ylar. Qo'chqorlarimiz, qo'zilarimiz $10 balansdan boshlab kimoshdi savdolarga qo'yiladi. Chorvador Ahrorbek akani davra markaziga taklif etamiz, chunki ularni chorvalariga mansub bo'lgan ushbu qo'zi qo'chqor hozir sotuvga, kim oshdi savdosiga qo'yiladi. Xo'p, yaxshi insonlar, qadrli aziz mehmonlar, hozir mana shu joyda yashaydigan aholini, xonadonlarini eshik taglariga ham avtomashinalar qoldirib ketilgan. Raqamni e'lon qilamiz. 60J 847HB. Qo'chqorning egasini davraga chaqiramiz, Qo'chqorning egasini. Iltimos, Qo'chqor haqida to'liq ma'lumot beraylik. 847 Cobalt avtomashinasi sohibi, iltimos, xonadonni darvoza ostiga qo'yib qo'yibsiz, u yerga qo'zi qo'chqor haqida to'liq ma'lumot beraylik. Iqboljon aka Ergashev shogirdlari yoki o'zi. Kelinglar. Mana Iqboljon aka Ergashev o'zlari tashrif buyurdi. O'zlari, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz jamoa aka-ukalar, mana bugungi kunda juda ham bir chiroyli bo'lib Andijon shahrida o'tyapti. Mana xudo xolisa bu auksionga qo'ygan qo'zi qo'chqorimiz Toshkentdan bir aziz qadrdonimizdan kelgan. Bizlarga shu qon tomoni Karablosiga borib turadilar degan. Eshitilyaptimi? Hayır. Assalomu alaykum hurmatli ahli jamoa. Mana bu Vistikaga qo'yilib turgan qo'zi qo'chqorimiz Toshkentdan bir qadrdon azizimizdan kelgan. Qoni Karablosiga qonga borib turiladi. Bular qo'zi qo'chqorlar. Shunaqa bahorda qo'zi qo'chqorlarda. Shunaqa. Demak, e'tiboringiz markazida Karablevskiy nasliga, ya'ni uni nasliga oid bo'lgan qo'zi qo'chqor va boshlang'ich baho $10 dan boshlanadi. Kim $10 taqdim etmoqchi ushbu qo'zi qo'chqorga? Marhamat. Erkin savdolar barcha qatnashishi mumkin. Albatta, hamyonida mablag'i bo'lgan, hozirning o'zida to'lash qobiliyati bo'lgan hamma. $10 taqdim etildi. Iltimos qilamiz, marhamat. 100 birdaniga 10 barobar ko'tarilish sodir bo'lyapti. Ushbu qo'zi qo'chqor uchun $100 taklif etishyapti. Kim ko'proq bermoqchi? Ha, $200. Sizda ko'proqmi? Xo'p, $200 taqdim etilyapti, taklif etilyapti anarog'i ushbu qo'zi qo'chqor uchun. Lape $210. $210. $250 bor ekan. Ha, iltimos qilyapti, tadbir tashkilotchilari tomonidan hovliqmasdan $10 dan ko'targan. Bunaqada baho ko'payib ketib qoladi deyishyapti. Shuning uchun faqatgina ko'tarilish $10 dan sodir bo'lar ekan. Hozir qaysi balansga yetgandik? $250 da to'xtadik. Xo'p, 250, 260 taqdim etilyapti, taklif etilyapti. 270, 280, 280, 290, 300, 300, 310, 320, 330, 340. Bu tarafda ham qo'l ko'targanlar bor. 350, 360, 370. O'rtoqlar, qo'ydi bir aylantirib beringlar, iltimos. Ha, ko'rgazma qilaylik-da. Adashmasam hali laqab qo'yilmagan shekilli. Yaqindan ko'rsin ishtirokchilar. 370 da to'xtadik. Bu tarafda ham, bu tarafda ham. Bo'lmasa men bu tarafga kelib olaman. 380. 380. Kim ko'proq bermoqchi? 390. 400 mi? 400 AQSh dollari taklif etilyapti. Kim ko'proq beradi? 410. 410. Bu yoqda 420. 420 dollarda to'xtayapmiz. 430. 440.
450. Yaxshi. 460. 460. 460. Yaxshi. 460 da balans to'xtab turibdi. Bu qo'zi qo'chqor uchun $470. hamma oluvchilarni birdaniga kuzatish qiyin bo'lar ekan. $470 da. $470 ga baholanyapti. Arashon zotidan nasldorligi ham joyida bo'lgan qo'zi qo'chqor. $470 da turibmiz. Bormi qo'shadigan 470 ga? Men tarafda jimlik. $480 biz tarafda. $480 bu tarafda. 480 ga bormi qo'shadigan? Biz tarafda jimlik. 490. 490. $490. Kim ko'proq beradi? Kim 500 ga ko'tara oladi? 490. Bormi? 500. 500 taqdim etilyapti bu tarafda. 500 ga bormi qo'shadigan? 500. Yomon baho emas. $500 da to'xtayapmiz. Bormi Lekin qo'shadigan? zotli qo'ylar uchun arziydi. Chunki bu qo'ylar chorvangizga chiroyli baraka taqdim etadi. Albatta baraka ham har narsa Allohdan, bunga shak shubha yo'q. $510. $510 taklif etilyapti bu tarafdan, aynan mana shu zotli bo'lgan Arashan qo'zi qo'chqorga $510. Bormi qo'shadigan $510 ga? 510. Sanoqni boshlasam bo'ladimi? Boshlang. Taklif etilyapti 500. Chalib qolyapman. Do'stlaringizga qalaysan deb bu tarafdagilarga aytmay turinglar, iltimos. SMS yozinglar. Har holda auksion bo'lyapti, chalg'ishimiz mumkin. Yana hozir yo'q pulga bor narsani sotib qo'ymaylik. 510 balansda to'xtab turibmiz. Kim ko'proq beradi? 510 qo'zi qo'chqor uchun. Yaxshi, 511. 512. So'nggi imkoniyat. 510. Kim ko'proq bermoqchi? 513. Sotildi. Barakali bo'lsin, xayrli bo'lsin. Keling. Aka, qo'chqorcha qulluq bo'lsin, baraka bo'lsin. Qarsaklar bilan qo'llab qo'yamiz. Akamizga 510 hammani olishga qodir qilsin Alloh. Xo'p, navbatdagi savdosini kutayotgan qo'zi qo'chqorlar